katta bo'lgan mashinasini arzon narxga olaman degan azizlarimiz uchun 2009-yilda ishlab chiqarilgan 1.8 Lacetti'ni Gentra qilingan varianti. 3-pokoleniya propan bilan jihozlangan. LED-lar qo'yib qo'yilgan. Balonlari yangi ekanligini ko'rishimiz mumkin. Qop-qora svetda. Apshipka holatlari chiroyli holatda. Rezina polik. Chiroyli chexollar qilib qo'yilgan. Mashina ko'rishimiz mumkin. Opteralar qilib qo'yilgan. Mashina lekin tiniq holatda turganligini ko'rishimiz mumkin. Qop-qora svetdagi ushbu Lacetti Gentra qilingan variantini akalarimiz 70 millionga qo'shsa berar ekanlar. 75 degandilar. 70 million dedi, 70 millionga ko'ndira olmadi. Endi nimadir qo'shsangizlar beradilar. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqib bosamiz. Qarshi avtoblogerlarni. Nima aytasiz? 99 298 29 43 telefon raqamlariga aloqaga chiqib bosamiz.